O'sha mashhur Elite Building 12 qavatlik Novostroykada 2 xonali kvartira chiqyapti. Zolotoy etaj, ikkinchi etajda ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turgan joyingiz esa mehmonxona. Bu yerda yaxshigina emulsiya bo'lyapti. Derazalar tashqari tomonga qarayapti, ya'ni parkovka, детский plashatka tomonga qarayapti. Yaxshigina elementlar o'rnatilgan. Mana bu yerda tashqari eshikdan kirishda hol qismi qilib qo'yilgan. Bu yerda yaxshi mebellar va oshxona mebel texnikalari o'rnatilgan. Va mana bu yerda uyimizning kattalar yotoqxonasi, marhamat ko'rishingiz mumkin. Duh spalni, bu yerda esa chiroyli panoramik oynalar va bu yerda duh konturli kotel o'rnatilgan, konditsioner ham mavjud va mana bu yerda garderobni shkofchalar va bu yerda TV zona, smart TV televizor o'rnatilgan. Chiroyli lustra esa uyimizni bezatib turibdi. Uyimiz yaxshigina attachment bo'lyapti. Va mana bu yerda uyimizning umumiy saloni joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Hamma jihozlar o'rnatilib ketilgan. Bu uyimiz 44 kvadrat bo'lib, boshlanish narxi esa 60 ming deyapti. Sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. So'rashdan aloqa qiling, sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz.